Assalomu alaykum Mo'ysam Bek market kuzatuvchilari, sizlar uchun yana bitta super yangilik qildik. O'zbekistonning bironta do'koni bunaqa yangilik, bunaqa chegirma qilolmaydi. Bilasizlar, birinchi bo'lib Mo'ysam Bek market qiladi. Xo'p, latta siqadiganlar bilasizlar, trendda chiqib ketdi. Har bir moykada bo'lish kerak. Raqobat kundan kun o'sib boryapti. Buni narxi 800 ming, 750 ming so'm O'zbekiston hamma do'konda. Eng arzoni ham 750 ming so'mdan. Biz ham uni O'zbekiston bo'yicha 650 ming so'm qilib qo'ydik. Bemalol kelib bizning do'kondan 650 mingdan xarid qilsanglar bo'ladi. Bu narxda bironta do'kon bera olmaydi. Yana buni plyus tomoni, hozir hamma magazinlarda bor, oldin o'zimiz ham sotganmiz. Bundan ko'p kishi jalba qilyapti. Hozir qalin Drive Monster lattalar chiqqan, mana bu aylanib ketadi. O'sha qalin latta chiqqan hisobida mana vali aylanib ketadi. Nasib bo'lsa, endi buni vali umuman aylanib ketmaydi. E'tibor qilsanglar, oldingisini vali mana gladki tip-tekis val bo'ladi. Shuning hisobida mana bu rezin aylanib ketadi. Nasib bo'lsa, endi bunga yechim qildik. Buni vali e'tibor beringlar. Bu shestigranikli. Buni vali umuman aylanib ketmaydi. Mana bunga e'tibor bersanglar, tekis val aylanib ketish ehtimoli juda yuqori. Nasib bo'lsa, yechim bo'ldi. Buni vali endi aylanib ketmaydi. Nasib bo'lsa, miriqib ishlatasizlar. Mo'ysam Bek marketga kelsanglar, mana shunaqa original tovar O'zbekistonning bironta do'konda yo'q. Hamma do'konda vali aylanadigan bu. Biz sizlarga 650 ming so'mdan vali aylanmaydigan latta siqadiganlarni taklif qilamiz.